Hammaga salom bola. Sizlar bilan men Venom John. Yangi videoga xush kelibsizlar akalarim, opalarim, singillarim. Bugungi videoda top 10 ta modlarning 4-qismini olamiz. Demasam, let's go. Birinchi modga xo'p, bu mod taxmin qiling, nechi qaysi mod? Albatta bu Genie modi akalarim, opalarim. Oddiy Genie modi emas bu akalar. Ko'rishingiz mumkin, bunda har xilchalari bor. O'tgan safargi videoda ham bu modni ko'rsatgan edim, ammo yaxshi ko'rsata olmagan edim. O'zingizlar tushunasizlar. Oxirgisi Genie Messide versiyasi oddiy emas dedim-ku. Messide o'ynaganlar biladi, o'ynamaganlar o'zi biladi deganidek. Xo'p. Bo'ldi, buni sizlarga o'rgatib o'taman. Ya'ni buni o'shani qilish uchun qarama. Xo'p akalar, shu diamond bersalaring, akalar, diamond berishlaring kerak. Bu mod sizlarga ajoyib qurol modini qo'shib beradi. Qanday qurol modi deyapsizmi? Albatta hozir bilib olasiz. Qarang, hozir ko'rsataman sizga. Mana nima bu axir boyaga oddiy deyishingiz mumkin, oddiy emas akalar. Oddiy demang zinhor. 3D shaklda ishlangan. Mas aka. Xo'p, hammasi 3D shaklda ishlangan. Hamda albatta o'qlan ko'rishingiz mumkin. Ajoyib grafika. Xo'p, turamiz. Kaskalari ham bor. Bu kaskalarni ko'tingizga tiqmaysiz, kallangizga kiyasiz. Shuning uchun ham kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu hamma vaqtda men Telegram kanalimda bo'ladi. Mana buzuq boshqaga xalaqit beryapti. Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanali videoning opsiyasida. Bolalar kommentariyasi opsiyasi, kommentariyasida qoldiraman. Yana bittasi. Men bu videoda 70 ta like yig'sa, inshaalloh 70 ta like yig'sa kanalimga tashlayman. Shuning uchun hozirroq like bosinglar, obuna bo'linglar. Masalan, biz keyingi modga o'tamiz. Let's go. Bu mod sizga ajoyib eshiklar qo'shib beradi. Ko'rishingiz mumkin, ajoyib eshiklar bor bolalar. Ko'rasizlar? Bana babam urdi. Garajga. Ularga nima garaj kerak bo'lsa, mana akalar. Tayyor. Xo'p. Qaysi bo'lmish? Mayli akalar. Xo'p akalar, buni olmoqchi bo'lsalar, masalan, mana urmayapti lekin. Keyingi modga o'tamiz, let's go. Bu mod akalar ajoyib mod. Ko'rishingiz mumkin, mana qilichda, bu qilichni qo'yish o'zi bordi. Mana buni ko'tingizga tiqmaysiz, bilasizki nimaligini. Buni ko'tiga tiqilmaydi, bu ko'tiga tiqilmaydi, bola o'ylamanglar. Xo'p, buni qo'yasiz. Xo'p, tik bosasiz, hamda bunaga qilish mana bu tiqamiz, hamda bu yerga mana buni. Voy, aparingni. Apangni. Mana pastga tushib. Короче, mana shunaqa qilib yashiring bo'ladi. Xo'p, mana buni o'qisa. Короче, bolalar, keyingi modga o'tamiz. Vaqt cho'zmak. Navbat keyingi modga. Bu mod nima qiladi akalar? Bu mod sizlarga ajoyib lampalar qo'shib beradi, bunaqa. Katatamiz davridan qolgan ajoyib boyagilar qo'shib beradi akalar. Nima deydi? Boyagi deyilmadi, chiroq akalar. Xo'p, buni katatamiz davrida bunaqalar ishlatilmaganda, shunchalik zamonaviyligida bolalar. Katatamiz bunaqa ishlashdan bosh tortgan akalar. Bu Xitoy-ku, chista bo'lmaganmi? Bu mod sizlarga Minecraftda Legolarni qo'shib beradi. Tun. Minecraftda Lego o'ynaymiz. Xo'p, buni qanday qo'yamiz? Ana shunday. Xo'p, endi bularni qayerga tashlaymiz ayting, musorga tashlaymiz. Voy, qochdi, apparat. Bu xudoga shukr. Shu xotiratda akalar, nima yo'qotyapti? Pastga narsa tashlasalar xotira, hamma modku. Xo'p. Qancha bo'lmish? O'yinchog'i.
Ko'timga tiqamanmi buningni? Va? Ha, boshqa gap. Mana boshqa gap. Opalaring. Iya, yezmovut berdi. Rahmat, bratishka. Ye, uka. Bratishka, go'ni harom. Ochamiz oxirida. Asmar deb ochamiz akalar. Ye, opangni. O akalar gul berdi bizlarga, rahmat. Ye, harbiy. Gulingga seni nimaroq narsa bersang bo'lmaymi? Menga masalan olmos beraver. Qani olmos ber qarang. Ye, harbiy, menga sen go'sht berdingmi? Go'sht ham oddiy go'sht bo'lsa mayli-da, bir harib go'shtda bu akalar bilasizlar. Ko'tingga tiq. Hop. Va. Yo, astaroq. Ye, mana berdi atiga. Nimasi yaxshi buni? Hariblar. Xo'p, mayli akalar, hech bir qilmaydi, endi majburmiz. Keyingi modga o'tamiz. Bu mod sizlarga mana bu narsani qo'shib beradi. Hazillashdim akalar. Xo'p, bu mod sizlarga nimani qo'shib beradi? Bu mod sizlarga ajoyib portallar qo'shib beradi. Buni bilmayman qanaqa portalligini. Boshlagan portal akalar. Hop. Keyin buni endi ko'rasizmi? Aniq. Chiroyli qilingan akalar. Qaranglar. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Voy, astag'firullah. Endi nima qilyapti? Hop. Bunday qilish kerak. Короче, anada qo'y bor akalar. Ana shuni oldi paydo bo'lishimiz kerak. Portalingga sizlar. Короче, ana shunaqa akalar, ha. Portal qo'shib beradi. Короче, bo'lmasga portal ekan, no eplasa bo'ladi akalar. Eplasa bo'ladi. Ko'rasizlar? Aylanay paydo bo'ldim. Xo'p, mana shunaqa portal bo'lmasam, keyingi modga o'tamiz. Bu mod sizlarga ajoyib bunaqa bomberskiy qurollarni qo'shib beradi. Oddiy bomberskiy qurol emas, bu Sapphir sburkasidagi qurollar bolalar. Buni ko'tingizga tiqmaysiz, aslo ko'tingizga tiqa ko'rmang buni. Bu bilan mana bularni o'ldirasiz. Mana bu katta pichoq ko'ryapsizlar. Manaqga, mana qila. Narasi? O'ylama menga. Vashim o'ylama sen. Haqqing yo'q menga o'ylashga. Mana haqida sen. Mo'minni, nima qila o'zi? Ana akalar. Tushundim men. Qandaydir xunuk mana bunaqa narsalar qo'shilibdi. Bu yerda men nima qilayotganimni bilmayman, ammo meni mana qandaydir 4 ta effekt paydo bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Qanaqa effektligini bilmayman. Shuning uchun sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Sakraymiz. Sakra. Akalar uch ekanmiz. Ana akalar. Pastga yetishsalang bo'lar. Короче, akalar menga yoqdi bu mod. Keyingi modga o'tamiz. Let's go. Bu mod nima qiladi? Bu mod go'ram qilmaydi. Bo'ldi, video tugadi. Men sizlar cho'ring nima emasman. Video cho'zilmasin, bo'pti, xayr. Siz ham ishonmanglar. Xo'p, manaqa marrazki narsalar qo'shadi akalar. Xo'p, bu bagi yer ko'radigan ekan akalar. Ajoyib bo'ladi, chidasa bo'ladi akalar. Mana bu kirka akalar. Kirka, xo'p, buni voy opangni. Voy akalar. Voy qo'shsangiz zo'r ekan, bedrock ham qo'ying. Ya, bedrock ham ekan akalar sizga. Xo'p, to'xtanglar, bitta osmonga chek.
Uch osmonga. Xo'p, keyingi modga o'tamiz. Bu mod nimani qo'shadi desangiz, bu mod ko'rishingiz mumkin artefakt qo'shadi. Vodiy qishloq qaytdi. Mana shu yerda o'tirsam qiziq narsa. Voylanadi yo'qol. Voylanadi yo'qol. Voylanadi yo'qol. Bular artefakt. Menimcha hech narsani tushuntirish shart emas. Hammasi shunsiz ham tushunarli. Ko'rishingiz mumkin artefakt modi bu. Bu mod hammasi mening Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim videoning описаниесida bo'ladi, akalar. Xo'p, bu modni men shunchaki tashlab qo'yaman. 70 ta like yig'adi mana shu video, undan keyin tashlayman. Ungacha shuning uchun let's go, like bosinglar hamda obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundan qiziq kontentlar menda bo'ladi faqat. Xayr.